Xo'p, bu 3D Max oynasi. Demak, birinchi darsimiz bu 3D Max'da. Mana bu ochganimizda bizda birinchi mana bu 4 ta oyna bo'ladi. Bu 4 ta oyna nima desa, birinchisi mana top, ya'ni tepadan. Bu mana frontalniy, bu left, ya'ni profil, bu esa perspektiva. Tushundinglar? Chizma, xuddi chizmadaqa. Endi mana bitta misol bunga. Mana bu yerda turadi, create bo'limida va standart primitivlar bo'limi bor. Shu yerda mana eng tanilgani mana choynakni mana chizib ko'raman. Mana shu yerdan bilib olsanglar bo'ladi. O'zi bitta narsaniki faqat 4 ta oynaga bo'lgan buni. Ko'rdinglar mana tepadan, yondan mana profil. Tushundinglar? Mana bu yerda mana shu shakl chiqyapti. Demak, bu 4 ta oyna va tepada bizda yozuvlar bo'limi bor. Bu yerda mana fayl, bu yerda saqlab, yangi ochib yoki oxirgi ochilganlarda shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerda saqlash bo'limi ham bor. Xo'p, edit o'zgartirish bo'limi, tools bu keraklik, demak uskunalarni qo'shib yoki ishlatishimiz mumkin. O'zi buni tayyor ham bor, mana bu yerda chiqadi. Mana bu yerda bor. Prosta bu yerdan emas, mana bu yerdan boshqarsanglar ham bo'ladi o'zi. Gruppa qilish, views ko'rish, create yaratish, hop, modifiers o'zgartirish, animatsiya, hop va turli tuman shunaqa yozuvlari bor. Bu yerda mana orqaga qaytish, oldinga qaytish bular. Bu yer demak boshqaruv panellar. Bitta qo'shimcha panellar va 4 ta oyna. Hop, mana shu yerdan demak umumiy 3D Max ni kirib qilamiz. Hop. Endi birinchi kirganda Enrod o'z planda olib kirganda uni ko'rdik, lekin baribir ham yangi ochganinglarda mana bu yerdan buni yana bitta tushuntirib qo'yaman. Unit setup ga kirdik, customize dan mana bu yerdan metrik va millimetrsga o'tkazib qo'yamiz. Mana shu doimiy siylarda tursin. Buni o'zi bir marta o'tkazib qo'yganinglardan keyin boshqa o'tkazish shart emas, chunki bu o'zi esida saqlab qoladi. Xuddi AutoCAD taligi AutoCAD ISO deb ochib oluvdik-ku, shablon. Bunda ham xuddi shunaqa birinchi faylni ochib olsanglar shunaqa qilib. Keyin safar har safar to'g'rilash shart emas, faqat mana bu yerni to'g'rilab qo'yasizlar bu yerda mana. Shu yerda mana 1 10 100 qilib qo'yamiz mana. Mana shu holatda bo'ladi. Demak, mana shu tarzda to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Umumiy mana shu edi. Endi boshqaruvlarni ko'rib chiqamiz.